1993-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan fuqaro sanaladi. Dastlab u 2014-yilda o'qish vizasi bilan Koreya Respublikasiga borgan bo'lsa-da, keyinchalik turli zavodlarda ishlaydi. 2018-yilning o'rtalarida mazkur shaxs internet tarmog'ida xalqaro terroristik tashkilotlar va diniy ekstremistik oqimlarning g'oyaviy rahnamolari bo'lgan Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar, Abu Saloh va boshqalarning hijrat, jihod, shahidlik to'g'risidagi audio-video ma'ruzalarini tinglab, ularga xayrixohlik bildiradi hamda aqidaparastlik mazmunidagi materiallarni atrofdagilarga ham tarqata boshlaydi. 2020-yilda O'zbekistonga qaytganidan keyin ham u noqonuniy harakatlarni davom ettiradi. Hatto Tavhid va jihod katibasi terroristik tashkiloti a'zolarining virtual da'vatlari ta'sirida yaqinlaridan yashirincha Suriyaga chiqib ketishni rejalashtiradi. Shomdagi bola bilan gaplashib qoldim. Telegram ijtimoiy tarmoqda o'zini akkaunti bor edi. Jihod qilish vaziyatim yo'qligi sababli keyinga so'radim. Bo'lmasam mol bilan jihodga yordam berib turing deb boshida shu taklifni bergan edi. Keyin mol bilan jihodda ham tengma-teng savob olishligi to'g'risida ma'ruzalar tashlaydi. Shu mol bilan jihod qilib boshladim, keyin ularga yordam berdim. 2021-2022 yillar davomida o'zi va boshqa maslakdoshlarining jami 24,222 ming so'm miqdoridagi mablag'larni moliyaviy jihod sifatida xalqaro pul o'tkazmalari va elektron ilovalar orqali Suriyadagi jangarilarga yuboradi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur shaxsning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudi tomonidan uning qilmishlariga huquqiy baho berilib, tegishli tartibda javobgarlik belgilandi. Sud hukm qiladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244.2 moddasi 1-qismi, 244.1 moddasi 3-qismi G bandi va 155.3 moddasi 2-qismi A bandi nazarda tutilgan jinoyat sodir etganligida aybli deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibiga tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr-kesil o'tash uchun 10 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umum tartibli o'tash berilgan. Milliy qonunchiligimizga ko'ra, terrorchilik tashkilotlariga yoxud terrorchilik faoliyatiga ko'maklashayotgan yoki bunday faoliyatda ishtirok etayotgan shaxslarga bevosita yoki bilvosita har qanday mablag' vositalarini, resurslarni berishga yoki yig'ishga, yana boshqa xizmatlar ko'rsatishga qaratilgan faoliyat Jinoyat kodeksining 155.3 moddasi bo'yicha terrorizmni moliyalashtirish sifatida baholanadi va 8 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.